Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Froskin. Mana judayam uzoq pauzadan keyin. Nimaga bunaqa uzoq pauza bo'ldi? Chunki bilasizlar, maktab bor, tugadi. Hozir bo'lsa kanikul boshlangan уже. Keyin hamma katta bo'lgandan keyin ishlar judayam ko'payib ketar ekan, o'shaning uchun. Lekin men baribir qaytishga qaror qildim chiqib ketmasdan. Bo'ldi. Bugun nima qilamiz? Kimdirlar bildi, kimdirlar bilmadi. O'ynayotganlar bilgan, bu yerda katta обновление kelgan. Yana o'sha onlayn appda. Ikkinchi server, Florida serverida. Battle Pass ikkinchi sezon уже. Birinchi sezon qishda kelgan. Qishda birinchi sezonni ko'rsata olmaganman. Hozir mana ikkinchi sezon. Bu yerda nima bor? Bu yerda bizda ko'p podarkalar bor. Mashina ham berishadi даже, lekin mashinalar goskasi yo'q. Ya'ni sota olmaysizlar goskaga, faqat odamga sotsanglar bo'ladi. Podarkalar juda ko'p, keyslar qo'shilgan. Har xil narsalar, zadaniyalar. Hozirdan e'lon qilamiz. Если что. Reyting. Nechtadir zadaniya qilib уровень ko'tarish. Bu yerda yana donatga ham o'tsanglar bo'ladi buni. Donat manimcha ozgina qimmatroq. Da, ozgina qimmatroq. 100 mingdan baland ekan, 15 ming opit. Qimmat. Lekin donat qilmasdan mana buni o'zini umuman vaqtingiz ketmasa, umuman to'xtatmasdan qilsanglar o'tasizlar. Bu yerda nima bor bizda? Zadaniyalar. Eng ko'p opit beradigandan eng kam opit beradiganiga cham. Da. Bemalol qilsanglar bo'ladi. Hammasining imkoni bor, qiyin emas. Zato qiziq, zerikib qolmaysizlar. Oldin zerkardi odamlar, hozir bu zerkarli bo'lmagan umuman, chunki bizda jarayon qilishi ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Da. Birinchi bo'lib biz eng qiyindan o'ynaymiz. Кладоискатель, найдите и выкопайте клад. Kladni nimaligini bilsanglar kerak. Klad bu yerda nima desa bo'ladi? Oddiy sunduq, o'shani topib qazib olish kerak. Unga pul ketadi, по-любому pul ketadi unga. Кладоискательda o'zi 30 ming tursa, lopatasi bilan 45 ming bo'ladi. Da. Mana hozir endi biz zolotaya lopata olamiz. Lopataning boshqachalari ham bor, lekin ularda kam shans bo'ladi. Da. Ketdik. Sizlarga hozir serverdagi eng zo'r magazinni ko'rsataman. Eng arzon prям. Butun boshli serverda eng arzon magazin mana shu yerda. Boshqa magazinni bilmadim, lekin shunisi eng arzon. Natsenkas prям ustiga 1% qo'yilgan. Boshqa hech qaysi magazin buni qo'ymagan. Eng past prям. Men har doim nima oladigan bo'lsam shu yerda olaman, chunki eng arzonlar har doim shu yerda bo'ladi. Magazinning egasi umuman o'zgartirmaydi sanani, chunki biladi normalniy foyda ko'rishganini. Keyin bizning GPS'imiz ham o'zgargan, ya'ni mashinada o'tirgan paytinglar metka qo'ysanglar, уже yo'l chiqishni boshlaydi. Sizlar har safar kartani ochib qarayvermaysizlar. Masalan, metka qo'ysam, qayerdan borishni ko'rsatib qo'ygan. Da. Lekin bu narsa tunnellarning ichini olmaydi. Faqat ochiq yo'ldan bora olasizlar. Da. Mashina benzinni kam qopti, shuni qildim. Bu yerdan hozir o'zi nima qilish kerak qiladi-da? Magazinga kelasizlar. Oxiriga tushsanglar, instrumenты для кладов degan joyi bor. Bosasizlar. Nima? Zolotaya lopata olinadi. Lokator для поиска кладов olinadi. Bo'ldi. Mana shu ikkita narsa olinadi. Примерно sizlarga 45 mingga tushadi. Mashinaga o'tirasizlar. Eslab qo'yinglar, har doim mashinanglar bo'lsin yoninglarda. Bo'lmasam используйте bitta bosamiz anaqaga lokatorga. Kartamizda 30 sekundlik chiqadi, buni eslab qo'yinglar. Shu 30 sekund ichida metka qo'yishga ulgurishinglar kerak. Bo'ldi, metka qo'yildi, endi boramiz. Da. 10 litr.
Benzinim yetsin ish qilib. Benzin. Hozir mana shu zadaniyani qilganimizga bizga 4000 ochko beradi. Bu ochkolar har bitta o'yindan o'tganligiga qarab voy, yomon o'shyapti o'yin. O'tvormasin ish qilib. Hali to'liq ertalab bo'lmadi-da. Rostdan yomon o'shyapti. Oy. Mana video payti o'tvormasligidan. Oldin emas edi-yu. Shahar chekkaga chiqaylik, o'shamas balkim endi. Friz bo'lyapti. 60 FPS o'ynamayman, shuni bilaman. Ekranim burchagida, chap tarafda pastda FPS ko'rsatib turibdi. Orasida 42, 43, 45 yuribdi. 60 emas lekin. Voy, tepada ekan-u. Harakat. Qayerdan chiqsa bo'larkan bu yoqqa. Metro yordam ber. Ana chiqdim. Endi uklada topishimiz kerak. Qorong'i ko'rinmayapti ham. Ana emasmi? Sal vaqtini to'g'rilayman shekilli. Qorong'i menga ko'rinmayapti. Rostdan ko'rinmayapti menga. Metka mashta edi, to'g'rimi-da. Endi ish qilib topa olay, uni topolmasam dabdala bo'lib ketadi hammasi. Mana hartugure topildi. Zolotaya lapadan ustiga bitta использовать bosamiz. 3 marta shap uradi. Rahmat. Rukopila и веревка tushdi. Rukopila tushdi zato. Vau. Zo'r aksessuar bu. Normalniy narxiga yetadi. Nice. Rukopilan kirib narxini bilish kerak endi. Normal. Bagajda joy bormi ekan? U anaqadan ham pul beribdi. Kunli zadaniyalardan ham. Ertaga quvvat qazish bor ekan, 25 ming, 2 yedinchi soft. Hozir biz foydaga ham kirdik desa bo'ladi-da, foydaga kirdik, lekin har doim bunaqa emas. Lekin bitta foyda berib, yomon beradi ekan. Voy. Foydani zo'rini berishdi. Rahmat. Endi tezroq borish kerak keyingi zadaniyaga. Xullas shunaqa bajariladi zadaniyalarimiz. Endi nima bor bu yerda? PD qilish qiyin. Magazin одежда ham full. Apteka. Taksi yo'q. 10 odamga telefon qilish. Холодильник qila qolaylik tinchgina. Холодильник qilish uchun uyga borishim kerak. Qarang, shunaqa qilinadi. Hozir qilinadigan zadaniyalar sal qiyinroq. Tushibdi menga, ya'ni pul kerak, ko'piga pul kerak, vaqt kerak. Bizda vaqt chegaralangan, shuning uchun ham yana bittasini qilib ko'rsataman, shu bilan video tugaydi. Hozir bu sezon tugayapti уже. Обновление chiqadi. Обновление chiqqandan keyin sразу kirib qolish kerak.
Ulgursanglar kiringlar. Maslahat beraman. Chunki yengamdan o'ynay boshlaganda tez-tez qilishib sovg'a olib ishlayman. Shunaqa zo'r sovg'alar beradi. Shuni ham voy voy. Uchta mashina beradi har sezon. Bu mashinaning saloni sotilmaydi keyin. Balkim sotilar, balkim sotilishi mumkin, lekin qimmatga sotiladi. Subaru bor. Sotib olganman bir 450 ming, 500 ming. Shu narsalar qimmatga sotiladi keyin. Salonda 1 milliondan baland chiqadi narxi. Uyimga yetsa bo'ldi benzin. Atak raqam bor. Menta topливо bor. Bu qanday ishdi? Hozir ham qo'yib olay. Bo'lsa agar. Bormi? U ham yo'q ekan. Ko'chada qolib ketmaymiz lekin qo'rqmanglar. Beli bor. Ferrari bor. Semyanoviy shundoq Vaynwood pastida joylashgan. Bunda pastda Vaynwood. Palak bizni anaqasiga ham ko'rib chiqsam ekan. To'xtab tur, vaqtim kam. O'zim yo'q qo'yib turibdi. Qatar beramiz shunga. Uni sekin chiqaraversak ham bo'ladi. Shart emas bu hozir bizga. Hozir bizga tezroq videoni tugatishimiz kerak. Yana nima qoldi bizda bu yoqda? Da, холодильник. Oshxonamiz grafika lekin zo'r, pastda отражениялар bilan вообще. Oshxonamiz, mana topdim. Da, холодильникimiz bombosh. Men lekin ishlatdim o холодильник. To'g'rimi? Bizaniki emas menimcha. Da, uyniki bo'lmaydi, semyaniki bo'lmaydi. Yo, anaqaniki bo'lish kerak, o'zingniki bo'lish kerak. Yo, avtodomniki bo'lish kerak. U ham o'zingniki bo'lish kerak. Xullas shunaqa. Ko'rdinglar, обновление chiqishiga qancha qolgan? Ha, donat. Обновление chiqishiga bizda qancha bor? Menimcha bugun oxirgi kun 17 soatdan keyin sezon tugaydi. Keyingi обновленияsi chiqadi. Birpasda emas. O'yinning ham обновленияsi bor. U ham chiqadi. Unda politsiyskiy uchastklarni yangitdan chiroyli qilib qurib qo'yishadi. Yangi politsiyskiy uchastklar bo'ladi. Voy, vashshe bo'ladi. U yoq buyog'i bo'lmaydi lekin rasmda vashshe zo'r turibdi. Xullas ko'ramiz. Mana shu oyda chiqish kerak obnovleniya. 3 kun qoldi oy tugashiga. Mana shu 3 kunning ichida chiqsa zo'r bo'lib ketardi. Da. Obnovleniya kutamiz. Bu battle pass o'tamadim. Da. Lekin keyingisini обязательно o'taman. Like kerak videoga. Like kerak, juda kerak like. Bunaqa like bosamiz. Подписка ham bosamiz. Xudo xolasa to'xtatmaymiz onlayn RPni 3 oy. Prям